Bu mashinniklarda uy kuysin. Internetdan onlayn narsa zakaz qilingan pulni tashlatib olganda tirslatib uxlatib ketgan. Nima bo'ladi ko'pincha? Bloklab yuboradi yoki dom-daraksiz yo'qolib qoladi yoki chatni o'chirib yuboradi. Nima qilish kerak? Yaqinlarga maksimal darajada tarqatib qo'ying, o'rgataman. Birinchi o'chirtda qaysi onlayn magazin bilan oldi-sotdi qilmoqchisiz? Skrinshotlarni sekin-sekin yoki video zapiska olib boring yoki skrinshot qilib boring va kartasiga pul tashlaysiz-ku. Ras uxlatib ketgan bo'lsa, ichki ishlarga 102 ga shuni telefon qilamiz. 102 dagilar ichki ishlardagilar sizlarni yeb qo'ymaydi. Vaziyat tushuntiringlar. Mana peripiskalar, mana meni uxlatib ketdi, palonchi 500 ming so'mga, 1 million so'mga, mana chek qog'oz, mana ism familiyasi denglar. Cho'tga chora ko'rib qo'yishadi, bo'ldi, vassalom. Agar mana shunaqa onlayn mashinniklardan charchagan bo'lsalaring, men sizlarga Mango Market degan programmani tavsiya qilaman do'stlar. Bu programmada telefon, notebook, kiyim-kechak, eski kiygan narsalaringiz, eski ishlatgan narsalaringizni ham bir zumda tirslatib sotib olasizlar jigarlar. Mango Marketda qulay tomoni shundaki, sizlarga yaqinroq bo'lgan lokatsiyalardagi insonlar bilan sizlarni aloqaga chiqarishadi do'stlar. Yerda narigi chekkasidagi oldi-sotdi qilish qiyin bo'lgan insonlar bilan sizlarni muloqot qildirmaydi. Va menga yoqqan bitta xavfsizlik tomoni shundaki, o'sha xaridor bilan siz gaplashayotganingizda sizning nomeringiz yoki telegramingiz yoki har xil shaxsiy ma'lumotlaringiz u xaridorga ko'rinmaydi do'stlar. Mango Marketda juda ham katta plyus tomoni aynan shundaki, bu programmada reklamalar yo'q do'stlar. Mango Marketning Instagram profiliga obuna bo'ling, biodagi silkadan o'tib, App Store yoki Play Marketdan Mango Market ilovasini skachat qiling, narsalaringizni rasmga oling, ilovaga joylashtiring. Xavfsiz, oson va qulay oldi-sotdi qiling do'stlar. Mango Market.